Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sizga görüyoruz. Bugünkü ıslaq 2021, 2. ayının 1. günü vatandaşım. Bugün sizlerge vaziyet doğrusu gep kılsaq, vaziyet mındaq. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden mundaq bayonot e'lon qildi. Bermada harbiy o'zgarish yuz berdi. Prezident Joe Biden bayonot e'lon qilib, demokratiya va qonun bilan davlat boshqarishga bevosita hujum qilishdir deb ko'rsatdi. Bermada yuz bergan siyosiy o'zgarish yoki harbiy o'zgarish demokratiya bilan, shundaqla qonun bilan davlat boshqarishga bevosita hujum qilishdir deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2. ayning 2. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Prezident Biden mundaq ko'rsatdi. Bu harbiy taraf, Berma harbiy taraf kechiringlar, huquqni tartib oldi. Aung San Suu Kyi va boshqa mulkiy amaldorlar qo'lga olindi. Bütün memleket harbiy holatga kirdi. Bermaning demokratiyasi va qonun bilan davlat boshqarish bevosita hujum uchirdi. Vaziyatning ikkinchisi, hurmatli vatandosh, Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Joe Biden hukumatining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungo Amerikaga intayin zo'r xiris paydo qildi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2. ayning 2. kuni Amerika ovozi e'lon qilindi. Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Mundaq boshlandi bir jumla. Washington davlat ishlar kotibi Antony Blinken 2. ayning 1. kuni Amerika simliq televiziyasi MSNBC'ning muxbirining maxsus ziyoratini qabul qilganda Jungo Amerikaga intayin zo'r xiris e'lon qildi deb ko'rsatdi. Vaziyat vatandoshim. Endi leksiyaning o'ziga ko'chamiz, hurmatli vatandosh. Biz o'tganda sizlarga vahimalik, ya'ni sipirlashgan iskilat yoki sanadan qurg'onligi yoki material iskilati qurg'onligi to'g'risida xabar so'zlagan edik. Uningdan burun, ya'ni vaziyatdagi bir xil o'zgarish deylik. Agar shundaq deyishki bo'lsa, shunga avval birinchi maqolani so'zlab o'tib, ondan davomini so'zlaymiz. Maqola mundaq, xabar mundaq. Yangichi Donald Trumpni tanqid qilib, Prezident Bidenga haydakchilik qildi. Amerika Jungo munosabatini yaxshilashib o'tirib qo'ydi. Mavzuli xabar 2. ayning 2. kuni Twitter betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Beijing vaqti 2. ayning 2. kuni Jungo Kompartiyasi bürosining a'zosi Markaziy komitet Tashqi ishlar komitet ishxonasining mudiri Yang Jiechi ekran orqali Amerika Jungo munosabati to'g'risida nutq so'zladi. Bu faoliyat Amerika Jungo mamlakatlik komiteti tarafidan uyushtirildi. Siyosiy byuroning a'zosi Yang Jiechi nutq so'zladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq moliya ministri Jacob Lew riyosatchilik qildi. Yang Jiechi nutqida mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir necha yilda Donald Trump hukumati intayin eg'ir Jungoga qarshi siyosat yurgizganlikdan Amerika Jungo munosabati ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatgandan beri eng eg'ir qiyinchilik yo'liqdi. Yang Jiechi mundaq dedi. Jungoning davomli taraqqiy qilish qadamini va insoniyatning tinchlik ichida taraqqiy qilishidan iborat ulug'vor ishlarni har qanday bir ko'ch to'sib qololmaymish. Jungoning bu yuqori darajalik amaldori mundaq ta'kidladi. Amerika Jungo hamkorligi kishilar qalbining moyilligi va vaziyatning yuzlanishidir. Amerika Jungo manfaati yuksak darajada bir-biriga bog'lanib ketgan
Bazı bir kişiler özünün xususi siyasi menfaati ve bir taraflama qarashlari bilan Amerika Jungo münasebetiga buzg'unchilik qilib, tarixning xato tarafida turib, ikki davlat xalqlarining qarish tarafida turib keldi, cho'qon mag'lub bo'ldi. Bu Amerikada yangi prezident Joe Biden aqsiraga kirgandan beri Jungoning yuqori darajalik amaldorlarining Amerika xalqiga tunji nutq so'zlashi bo'lib hisoblanadi. Yang Jiechi mundaq ta'kidladi. Jungo azaldan cho'ng saylamni o'z ichiga algan alda Amerika'nın ichki ishlariga hargiz aralashmay keldi. Tashqariga taraqqiyot shakli eksport qilmadi. Ideologiya asosida qarshilashmadi. Amerika'nın o'rniga o'taman demadi va Amerika'nın o'rniga xiras qilmadi. Ta'sir kuchi ayriboshlash niyatimi yo'q. Tashkilchilarning ta'sir kuchi ayriboshlash niyatimi yo'q. Amerika taraf Şangan, yani Hong Kong, Tibet, Şinjan ya Uyg'uriston qatorliq Jungoning egilik huquqiga va zamin butunligiga chetiladigan masalalarga qo'l solmasligi kerak. Jungoning ichki ishlariga aralashish orqali Jungoning taraqqiyotini cheklash va to'sqinlik qilishni to'xtatish kerak. Yang Jiechi mundaq ko'rsatdi. Iqtisod masalasida savdo ishlari siyosiylashtirilmaslik kerak. Yoki savdo ishlari siyosiylashtirilmasligi kerak. Davlat bexatarligi hukmi qalaymiqon ishlatilmasligi kerak. Yang Jiechining bu suhbat bayon qilishi ekran orqali o'rinlashtirish, qatnashqa va riyosatchilik qilgan kishilarning tarafidan turib fikr qilganda bek oddiy bo'lib qopti. Yang Jiechi apandi bek oddiy. Shuning qaraganda zo'riqib qilayotgan o'xshaysiz bu ishni ahamiyati qanchalik. Ikkinchisi bundan xabar topgan Amerikada ba'zi bir qism professorlar, mutaxassislar nima dedi desangiz hozir yetib keldi xabar. Bu konu maqomni takrorlash. Buningda hech qanday yangilik yo'q dedi. Hamda men qo'yib qo'ysam, siz Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, biz mi qarshi olamiz? Yang Jiechi apandi, lekin shart shu. Jig'ivelish lagerining darvozasini, ishik quluplarni ochib etasiz. Türmege yollangan kesim bilen türmege taşlangan dervazalarını yatkan Uygurlar yatkan türmeden dervazalarını yatak binalarının işkini eçivitsiz. Onun dinkiyen andın gap kılısız Yang Jiechi. Değil siz muşu ikran notkını sözde vatkanda hazır. Angliya hükümeti yüzünün vadisi de durup Şangang'dan 300 bin nefer Şanganglıkka pasport berip, yani köçüş, Angliyaga köçüş huquqi berip, bularni Angliyaga elip ketdi. Şangan xalqi yig'izori ichida bularni uzitib qo'ydi. Bu yaman og'ir vaziyat Yang Jiechi apandi. Siz avval mushularni tugutib, Hong Kong meselesini hal qilib, Uyg'uriston meselesini hal qilib, andin Amerika bilan yarashaman desangiz, jahon qabul qila oladi. Amerika xalqi ham qabul qila oladi.